Assalomu alaykum. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Ne'matova Ruxshona. Hozirgi kunda Inha universitetining 2-bosqich talabasiman. E'tibor va vaqtingizni ajratganingiz uchun avvalambor tashakkur. Ozgina o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Ismim Shahnoza Bahodirova. Toshkent shahrida joylashgan Inha universiteti IT fakulteti 3-bosqich talabasiman. Nechinchi yilda ingliz tilini o'rganish fikri sizda paydo bo'ldi? Aynan Inha universitetiga o'qishga kirishni qaror qabul qilishim menda 10-sinfni, ya'ni 2020-2021-yillar oralig'iga to'g'ri keldi va o'sha paytdan boshlab men ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim va o'zim darslarimni o'rganib boshladim. Demak, siz ingliz tilini Inha universitetiga kirish uchun o'rganishni maqsad qilib olgansiz. Avvalambor ko'plab universitetlarga topshirmoqchi bo'lganman. Aynan ular requirement, ya'ni talablarning ichida IELTS bo'lgani uchun IELTS olish uchun harakat qilganman. Albatta men o'zim kirib o'qishni orzu qilgan universitetlarimdan biri Inha universiteti bo'lgan. Ingliz tilini o'rganish dunyo qarashingiz va fikrlashingizga qanchalik ta'sir o'tkazgan? Ingliz tilini o'rganish bizga ko'proq yevropeyskiy tarafdan ko'proq qarashlarni, ya'ni nafaqat milliy, balki xalqaro qarashlarni, dunyoviy qarashlarni ham o'stirgan deb aytsam bo'ladi. 1dan 10gacha bo'lgan shkala bo'yicha bu maqsadga erishish siz uchun qanchalik muhim o'rinni egallagan hayotingizda? To'g'risini aytsam 10 balldan balki 11 ballni ham manaman juda ham muhim, chunki til bilgan odam hech qachon qiynalmaydi va aynan badiiy adabiyotimizdan tashqari chet el kitoblarini o'qishga juda ham qiziqqanman va aynan bu orzularimdan birini amalga oshirish uchun til o'rganmoqchi bo'lganman. Ingliz tilini o'rganish menga nafaqat universitetga kirish, balki dunyo kezishim uchun, aynan o'zimning niyatlarimga, boshqa maqsadlarimga yetishim uchun ham katta eshik ochib bergan desam bo'ladi. Rahmat. Boshqa ingliz tili o'rganish markazlariga qaraganda nima uchun aynan Result LC o'quv markazi sizni e'tiboringizni jalb qilgan? To'g'risini aytsam, ingliz tilini boshqalarga nisbatan sal kechroq boshlaganligim sababli juda ham IELTSda past daraja olib qolaman deb qo'rqaman va yana men noldan boshlaganim uchun, to'g'risini aytsam, boshdan boshlaganman ingliz tilini va o'qishga kirgunimcha bilasiz, bizda bitta fan emas, balki 5 ta fanga tayyorlanamiz. Ulardan bittasi ingliz tili bo'lgan va aynan mana shu ingliz tilida yuqori natijalarga erishishimga harakat qilganman. Qisqa muddat ichida o'quvchining harakati, sa'y-harakati bilan albatta o'qituvchiniki bir xil bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchi qandaydir qiyin konsepsiyalarni, qiyin bizda juda ham ko'p strukturalar bor, bilsangiz, ingliz tilida o'shalarni o'qituvchi oson usulda o'rgatib bersa, qancha yaxshi o'rgata olsa, ham tez o'rganadi, ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Aynan mana shu jihatlarni o'ylab ko'rgan holda bu student centerni tanlaganman. O'qituvchilarim har doim menga darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham o'zim ustimda ishlayotgan nafaqat grup aktivitelarda, balki individual aktivitelarni ham topshirib turishardi. Aynan menda speaking partlarini o'stirish uchun reading partlarimda ko'proq qiynalardim. Ular menga kitoblar maslahat berishardi, doimo men bilan ishlab turishardi. Ya'ni aynan guruhda bo'lish shart emas deyishardi. Bitta guruh koordinatorim emas, guruh o'qituvchim emas, boshqa o'qituvchilarim juda ham ko'p yordam berishardi va o'zligini tajribasidan kelib chiqib, doimo oldimizda bo'lishardi. Qanaqadir savolim bo'lsa, doim so'raverardim. Hech qanaqa tortishuvlar bo'lmagan. Ular ham doim javob berishardi. Demak, o'zbek xalq maqoli bo'lmish, o'zing yuradigan 70 yillik yo'lni ustoz bilan 7 kunda bosib o'tasan degani sizni hayotingizda tatbiq bo'lgan ekan. Albatta. Rahmat. Sizningcha ingliz tilini o'rganishni eng qiyin qismi nima deb o'ylaysiz? Shu IELTS o'rganish demak 4 bosqichdan iborat bo'lsa, eng qiyin bosqich siz uchun qaysi bo'lgan? Eng qiyin bosqichi men uchun, to'g'risini aytsam, har bitta tilni o'rgansangiz, eng birinchi o'rinda lug'at boyligi juda ham yaxshi bo'lishi kerak. Lug'atni o'rganar ekanman, bilasiz, ingliz tilida yozilgandek o'qilmaydi. Ba'zi bir tovushlar bir xil payti o'zimizda rus tilida bo'lgan si tovushi har bir xil payti si, bir xil payti k, bir xil payti umuman o'qilmaydi. Aynan o'qish jarayonida, lug'atlarni yodlash jarayonida pronunciationda juda ham qiynalganman o'sha payt. Mana shu eng qiyinchilikni tashkil etgan va speaking partimda juda ham ko'p xato qilardim shu bo'yicha. Keyin ko'proq bu ustida ishladim, o'qituvchim podcastlar maslahat berdilar eshitish uchun. Aynan men o'zim o'sha ingliz tilida shu darajada gapirishni xohlaganman. Qaysidir odamni topdim, o'sha odamga taqlid qilishni o'rgandim. Ingliz tilida aynan qay darajada gapirishni o'rgandim desam bo'ladi. Men uchun eng qiyin bo'lgani mana shu to'g'ri kelganda, kezi kelganda
to'g'ri ayta olish bo'lgan so'zlarni. Grammatika jihatdan uncha qiyinchiliklar bo'lmagan, to'g'risi bizning grammatikasi juda ham qiyin emas. Agar sirtqi tildan o'rgansangiz, yaxshi eslab qola olasiz. Demak, sizni og'riqli nuqtalaringizga podkast yechim bo'lgan. Yana qanaqa yechim taklif qilishgan shu Result IELTS yechim center tomonidan? Ular ko'proq aytishardi, communication qilib turing. Ya'ni o'qituvchilardan emas, o'quvchilardan. Chunki xato qilsangiz ham ko'proq gapiring deyishardi. Agar o'zingizni speakingingizni o'stirmoqchi bo'lsangiz, ko'proq speak qiling. Odamlar bilan doim bog'laning. Ya'ni siz har doim podkastlarni eshitayotgansiz, siz faqat eshitasiz. Lekin speaking o'sishingiz uchun gapirishingiz kerak, ichingizdan chiqishi kerak. Xatolaringizni bilishingiz kerak. Gapirganingizdagina o'sha xatolaringizni tushunasiz va ular keyinchalik sizga o'z avtomatik to'g'ri chiqishni boshlaydi deb o'rgatishgan. Shuning uchun senter tanlagandim. Aynan shu sentrda o'qigan boshqa studentlardan eshitishimiz bo'yicha, aynan speakingda muammosi bor o'quvchilar uchun chet eldan networking bor insonlar tomonidan chet eldan native odamlar keltirilib, gaplashtirib, speakingni oshirishga yordam berilgan ekan. Shu rostmi? Albatta, men o'zim birinchi marta gaplashaman Finlandiyadan bo'lganda. Men ularni shunaqa chiroyli gapirgandilar. Men o'zimni gapiradigan ingliz tilim xuddi voy men gapirmay qo'ya qolay hozir bu ingliz tilimi deb savol bermasinlar menga deb qo'rqib qolganman. Chunki juda ham chiroyli gapirardilar. Keyin ular aytgandilar, gapiring, xato qilish yaxshi. Bu inson tabiatiga xos. Siz naborot xato qilib o'rganasiz degan narsani aytgandilar. Keyin ular bilan gaplashgandik. Hali ham ismlari esimda desam ham bo'ladi. Anna edi ismlari. Juda ham yaxshi ko'rgandim ularni, chunki xatolarimni gapirayotgan paytim to'g'rilab, baribir sal shoshib, sal hayajonlanib gaplashganligim sababli grammatistika xatoyim ketib qolgan, to'g'risini aytsam. Lekin ular har doim podдержка qilib, qo'llab turganda, nafaqat shu sentrdan tashqari, balkim 1-2 marta birga tushlik qilganmiz, birga kechki ovqatlar qilib, ular menga savat qilganlar, что nimalarni yana qo'shimcha o'rganishim kerakligini, speakingda ishlamoqchi bo'lsam, men bilan gaplashdingizmi? Xuddi shunaqa ikkita platformalarni maslahat berganlar. Native odamlar bo'ladi. Shu native odamlar bilan gaplashib, yanada ham yaxshiroq rivojlantira olasiz, chunki qo'lingizda hozir internet foydalanishingiz uchun har qanaqa qurilmalar bor deb aytgandilar. O'shanda juda ham ko'p o'zimga maslahatlar olgandim ulardan. Haqiqiy ingliz tili so'zlashuvini eshitganingizdan so'ng qanchalik motivatsiyangiz yuqorilab ketgan? Aynan ingliz tilini yanada chuqurroq o'rganish uchun, aksentlarga e'tibor berish uchun qanchalik energiyangiz to'lib toshib ketgan haqida, ozgina hissiyotlar haqida. To'g'risini aytsam, birinchi marta eshitganimda o'zimni tasavvur qilgandim. Xuddi shunaqa gapirib, ertaga nasib qilsa o'zimni yaqinlarimga, o'zimning ham singlim bor, ular ham ingliz tilini o'rganishga juda ham qiziqadilar. Ularga ham o'zim o'rgatib, xuddi shunaqa chiroyli gapirib, qanaqadir public speakingda o'zim xuddi shunaqa chiroyli uверенность ingliz tilida gapirish, u umuman boshqa hissiyotni beradi odamga. To'g'risi, uni so'z bilan ta'riflash juda ham qiyin. Shunchaki aytgandim, bular gapira olibdilarmi? Bizda o'zbeklarning zo'r maqoli bor, odam qilgan ishni odam qiladi. Aynan xuddi shu darajada mana mayli, bu 100% bo'lsa ham 101% qilaman, bundan ham yaxshi qilaman dedim-da. Qandaydir o'zlari ham aytardilar-da, nima bo'lsa ham mendan yaxshi bo'ling dedilar. Shuni narsani o'rgangan bo'ladi. Menda emas, mendan yaxshi bo'ling dedilar. Shuning uchun har doim qo'llab-quvvatlardilar. O'shanda tasavvur qilgan birinchi bo'lgan narsa xuddi shunaqa chiroyli aksentda, xatolarsiz, ana shu katta public speakingda gapirayotganimni tasavvur qilganman. Bu tuganmas emotsiyani bergan menga, to'g'risi. Tushunarli. Ushbu o'quv markazini tanlashingizga qanday omillar sabab bo'lgan? Ya'ni ushbu kompaniyani qanday topish jarayoni haqida, qanday qilib aynan shu sentrga o'qiyman degan fikr paydo bo'lgan? O'sha vaqtlarda ham, hozirgi kunda ham ingliz tilini o'rgatadigan sentrlar juda ham ko'p. Nimasi bilan sizni o'ziga jalb qilib olgan shu kompaniya? To'g'risini aytsam, buni men o'zimni akam bilan eshitib borgandim bu sentrga. Akam bilan nimagadir qiziqdilarmi, qayergadir bordilarmi, ularning dillarini bilardim, to'g'risi. O'qishlari juda ham qiyin. Agar yoqtirmasalar, qiziqtira olmasa darsga ustozlarimiz ko'p o'qimasdilar maktab payti ham. O'sha akam bilan ko'rganman, akam bilan o'zligiga havas qilardim. Chunki akam eng yaxshi narsalarni ajratib bilardilar. Darslardan ham, o'qituvchilardan ham bitta deb bilardilar. Akamda shunaqa qobiliyat bo'lgani uchun ular keyin menga keldilar-da, maqtadilar. Men bugun borgan sentrim juda ham yoqdi, chunki
man 1 minutimni ham waste qilmadim. Vaqtim shunchaki o'tib ketmadi. Nimanidir o'rgandim. Nafaqat o'sha sentr davomida va guruh bilan ishlash uchun, balki menga individual yordam berishyapti. Alohida man bilan ishlashyapti. Ular shunchaki meni pulimni olish uchun emas, balkim ertaga meni kelajagimga qayg'urishyapti men bilan birga. O'qituvchilari xuddi meni o'zimni opalarimdek muomala qilishadi. Qanaqa masala bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytib yordam olyapman. Ertaga sen xuddi shu sentrga borsang, Xudo xohlasa, undan ham ko'proq bilimlarni o'rganasan. O'qituvchilari seni mana shu ingliz tili olamiga shunday olib kirib ketib qoladi. Xuddi u yerda yashagim keladi deb aytgandilarda, judayam qiziqish orttirganmanda, keyin ertaga olib boring deb turib olganmanda, haqiqatdan ertasi kuni borganman akalar bilan qo'shilib. Ustozlarimiz ko'rib o'sha paytda esimdan chiqmaydi. Shu kichkina qizcha o'rganadimi deyishardi. Men o'rganishga keldim deb hammaligi gapirib ketishgan keyin. Juda ham ajoyib hikoya bo'lgan ekan. Ingliz tilini o'rganish uchun o'quv markazini tanlashda kompaniya marketingiga qanchalik ta'sir o'tkazgan? Ya'ni siz aytyapsiz, uni atmosferasi, o'qituvchilar bilan birgalikda, vaqtni unumli foydalanish, o'tkazish bilan birgalikda uni atmosferasi ham akangizni jalb qilgan. Albatta. Demak, bu marketingning bir qismi. Yana qanaqa marketingning bir qismi bo'lgan omillarni sanay olasiz? Ularning unique opportunity'lardan biri, agar siz mana o'quvdan soat 3 da boshlanadi darsingiz, 2 da bordingiz. 2 da borganingizda 1 soat vaqtingiz bor. O'sha yerda shunaqa xonalar bo'ladi. Aynan quloqchinlar, reading uchun, listening uchun, ya'ni IELTS o'zi shug'ullanish uchun tasdiqlab qo'yilgan bo'ladi. Hammasi har xil. O'zingiz borib, bemalol o'tirib, bo'sh joyga o'tirib, aynan mana shu 1 soat davomida to'laligicha IELTS misollarni ishlashingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Ya'ni tayyor naushniklar bor edi. U yerda bor sharoitlar yana biri menga eng yoqqani juda ham ko'p sovg'a qo'shadi. Suv har doim miyani sellarini yangilab turadi, bilsangiz. Ular har doim mana o'zligimiz ovqat olib borsa ham maxsus jihozlar bo'lardi, xolodilniklarimiz bor edi. Bemalol qo'yib, keyin o'zimiz olib ketsak ham bo'lardi. Yana ularni bitta bergan eng yaxshi narsasi men uchun har bitta qilgan, erishgan achievementim uchun ular podarka berib borishadi, rag'bat qilib borishadi. Chunki men yosh bolaman, mendan kichkina yosh bolalar ham bor edi u paytda. Bilasizmi, rag'batlantirsa bola qancha harakat qiladi, undan ham ko'p harakat qiladi. Aynan marketingga bo'ladi shuni ta'sir qilgan deb o'ylayman, chunki ular yaqin atrofidagi sentrlardan so'rab ko'rdim, o'zimning duxonalarim borardi, boshqa opalarim borardi, ular aytdilar, yo'q biz shunchaki 50 tadan, 40 tadan 40 ta ishlaymiz, bo'ldi, o'tib ketamiz. Yaxshi deb o'tib ketadilar. Yo'q, bizda alohida e'tirof etiladi. Chunki qilgan ishingizni e'tirof etsa, siz yosh bola bo'lsangiz, bu siz uchun bir dunyo chanimsa bo'ladi. Marketing ularni rostini aytaman, juda ham yo'niladi. Menga shunisi yoqadi. Agar o'zimni sentrim bo'lsa, shunaqa sentr bo'lishini juda ham orzu qilaman, to'g'risi. Eng katta olgan mukofotingiz nima bo'lgan yoki pul bo'lsa qancha miqdorda pul bo'lgan-u? Siz o'sha vaqtdagi hissiyotlaringiz, ya'ni birinchi yutug'ingiz bo'lishi mumkin, esdan chiqmaydigan, unutilmas xotira bo'lib, uyga bitta yutuqqa erishgan holda oilangiz bag'riga qaytishingiz, shunaqa emotsiyalaringiz haqida ham aytasiz. Eng birinchi erishgan yutuqim ruchka bo'ldi. Juda ham chiroyli, buni ochchani rasmiy jazosiga ruchka bo'lgan. Eng birinchi yutug'im hech esimdan chiqmaydi. Test ishlaganmiz. Testga men sal kech qolganman. 5 minutcha kech qolganman. Test o'zi 40 minutga berilgan. O'qituvchimiz ulgurasanmi dedi. Men tayyorlanib kelganman-da. Tayyorlanib kelib shunchaki maktabdan chiqib kelganim uchun sal kechikib qolganman yo'lda. Men olaman deyapman-da. Qara, yutasanmi sovg'a dedilar-da. Hamma olib aytdim-da, men yutaman sovg'ani dedim. Keyin qani ko'ramiz dedilar. O'tirdim. Hamma 40 minut tashlagan desam, 25 minut tashladim. 50 ta testda. Javoblarim 47 tasi to'g'ri chiqqan. 47 tasi to'g'ri chiqqan. O'sha paytda ustozim bitta bloknot, ikkita o'quvchiga ruchka, mana shu aynan ruchkachalarni beradilar. Bloknot ola olmasligimni chiqqanimda bilganman. Xatoyimni anglab qolganman. Ya'ni past simbolda bosish ishlatilishi kerak, pastda bosish ishlatilishi kerak edi. Izlab yozib chiqqanman. Chiqqandan keyin bilib qolganman. Mayli deb. Lekin priz olaman degandim o'qituvchimga. Olganman o'sha. O'qituvchim ham kulgandirada, siz ko'rding, 40 minut chiyoda bo'lganingda, 15 minut kechikmaganingda bloknot olarding dedi. Keyin
harakat qilib eng katta olgan yutug'im 120 ming so'm pul miqdori bo'lgan. Uyga olib borganman. Uyga olib borganimcha ham yo'lda bilasiz muzqaymoq chinisi bo'lgan. Yo'lda muzqaymoq olib o'zimga bitta shirinliklar olib borganman. Uyga pul olib borsam 70 mingchalar pul qolgan qo'limda. Oyimga borsam qayerdan oldi bu pulni deb pul deganlar. Men oyimga aytib berganman. Oyi testda hammasini to'g'ri ishladim. Eng yaxshisi bo'ldi. Butun sentr bo'yicha yaxshi topildi. Keyin menga pul yutuq mukofot berishdi desam, oyim xursand bo'lib ketganlar. Keyin dadam ishdan kelish vaqtlariga to'g'ri kelgan, dadamga aytib berganlar. Keyin o'zi qancha keldi? 120 ming deganman. 12 deydi deganman-da, bu mentally o'yin. 12 deydi deganman. Nechta qoldi? 7. O'shanda esimdan chiqmadi. Dadamdan qo'limga yana 50 tasini tutqizganlar. Ya'ni 500 ming qaytib qo'shib olganman, что o'zingga narsalar olasan deb. Chunki ota-onaga farzand kichkinagina yutug'i ham faxr. Mana shu yutuqqa erishgani ham faxr. Shuning uchun hech esimdan chiqmaydi. Dadajonim 500 ming, o'sha sentr tomonidan 120 ming, 620 ming olganman. Juda ham qiziqarli hikoya bo'lgan ekan. Navbatdagi savolimiz. Ingliz tilini o'rganish sizning qadr-qiymatingizni qanday va bunga erishish uchun qancha mablag' sarflashga qodir edingiz? Ya'ni ingliz tilini o'rganish qanchalik qiymatga ega ediki siz uchun shuncha narx qo'yilsa ham boraman deyishga tayyor turgansiz, lekin u o'sha qanchalik katta summa bo'lishiga qaramasdan qancha berishga tayyor bo'lgansiz o'sha vaqtlarda. Lekin bilishimcha siz kichkina bo'lgansiz, pulni unchalik tushunmagansiz. Menimcha moliyaviy tomondan ota-onangiz bilan maslahat bo'lib, to'g'risini aytsam, moliyaviy tomondan ko'p o'ylamaganman. Chunki dadajonimlar aytardilar, men bor ekanman, qilib beraman hamma narsani dedilar. Men faqat harakat qilardim. Meni yo'nalishimni, meni kuchimni to'g'ri bir yo'lga to'g'rilab ishlatishga o'rgatadigan sentr kerak bo'lgan. O'qituvchi kerak bo'lgan, nafaqat o'qituvchi, balki eng yaqin o'rtog'im kerak bo'lgan. Chunki men qilganingiz bilan ba'zi bir holatlar bo'lib qoladi, ko'chada, maktabda ta'sirchan bo'lasiz, simbolik bola bo'lganingiz uchun kayfiyatingiz yo'qligi bo'lgan paytida ham aynan o'sha o'qish kayfiyatiga tushirib bera oladigan odam kerak bo'ladi. O'sha paytida shunaqa situatsiya bo'ldi, zo'r o'qituvchiga uchradim, ming shukr. Men ayta olaman, balkim to'g'risi limitlisam pul bera olardim. Agar haqiqatdan ham mana shu darajada meni o'qitib bera olsa, o'zimcha o'ylaganman. Men kutganimdan ham zo'r bo'lgan hammasi. Hozirgi kun bilan olib qaralganda esa mayli, siz bitiramiz shu yerda tez oling. Rahmat. Hozirgi kun bilan olib qaralganda, yana hozir Toshkent shahrida ingliz tilini o'qitish 500 ming so'mdan boshlanib, shu bilan 1 million, 1,5 milliongacha ketadi. Hozir agar o'zingizni ingliz tilini bilmaydigan holda tasavvur qiling, ya'ni shuncha emotsiyalar bilan birgalikda Rizal LC sentriga o'qish taklifi tushganda qancha berishga tayyor bo'lardingiz? Hozir pulni, moliyaviy savodxonligingiz borligi bilan birgalikda qanaqa fikr o'ylaringiz bor? To'g'risini aytsam, qancha pul sarflasangiz ham arziydigan sentr. O'qituvchining salohiyatiga bog'liq bo'ladi albatta. Har bitta qo'yiladigan kurs narxi va o'qituvchi qancha vaqt sarflashiga qarab. Hozirgi kunda juda ham ingliz tiliga talab yuqori. Eng yaxshi o'qituvchiga ham talab yuqori. Hozir qilayotganisiz. Aynan mana shu sentr uchun men 1,5 million desa kerak, 5 million beraman. Ya'ni deserve qiladi. Vaqtingizni ajratishingizga, o'qituvchilar bilan ishlashingizga, chunki har birlari ta'kidlab o'tganimdek, shunchaki pulingizni olib o'qitmaydi. Ular shunchaki o'qituvchilik qilmaydi sizga. Xuddi akalar, akangizdek, opanggizdek kelajagingiz uchun qayg'uradi. Dars qilmasalar shunaqa holatlari bor edi. Ko'plar aytadi, men o'qituvchim uradi, dars qilmasam yoqmaydi. Biz buni qilmaslar. Shunchaki tushuntiradilar. Chunki yosh bolani urib katta qilib foydasi bo'lmaydi. Amarot u battar qiladigan bo'ladi. Shuning uchun bizga o'zlari tushuntiradilar. Tasavvur qiladilar, orzuyini eslatib turadilar. Har safar aytardim-da men. Zo'r public speaking zo'r bo'ladi. Katta davrada bir 2,000-3 million odamga men gapiramayman sizlar dedim. Tasavvur qilib payt gapiryapsam, shu xatoni qilib qo'ydinglar dedilar. O'sha paytda qanaqa uyat bo'ladi. Shu narsa bo'lmasligi uchun ham hozir yaxshi o'rgansang, ertaga hech qanaqa xatolarsiz gapirasan degan gaplar bo'lgan. O'sha menga motivatsiya bergan. Har safar xato qilib qo'ysam, xatoimni aytardilar. Dars qilmasam, bu dars qilmasligim nimaga olib borishini aytardilar. Maqsadimni qanaqa uzoqlashtirishini aytardilar. Ya'ni doim maqsadimni eslatib turardilar. O'zim unutib qo'ysam ham ular eslatib turardilar. Shuning uchun
qanday desam bo'ladi, bu tengi yo'q sentrlardan biri men uchun. Demak, bu yerda bilim olish bilan birgalikda kuchli networkingni shakllantirish bo'lgan ekan. Networking is power, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar bizning asl kuchimiz ekanligini o'z isbotini topgan ekan. Aha. Bu yerda o'qish tajribangiz davomida qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Agar mavjud bo'lsa shunday qiyinchiliklar. Qiyinchiliklar Yo'l bilan bog'liqmi yoki ba'zi paytda moliyaviy tomondan ota-onangiz qo'llab-quvvatlasiz qoldingizmi yoki aytganingizdek speakingizni og'riqli nuqtangiz bo'lgan, ayni bir vaqtda hissiy tushish bo'ladi. Hammasidan voz kechish kerak degan narsa ich-ichidan odamni ezadi. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa, hammasini bir aytib berishingiz. Birinchi qiyinchiliklar, men guruhda gapirishdan qo'rqaman. Chunki guruhimizda o'zi ALTS guruhga o'tganimda ALTS olgan bolalar bor edi. Hoy, men gapirib qo'ysam hozir ustimdan kulmasmikan degan gaplar bo'lgan. Ko'proq, ya'ni uyalib qolmay degan narsa bo'lgandi. Birinchi o'rinda shu narsa bo'lib qolardi. Ya'ni boshqalarni xato qilishdan qo'rqardim. Ya'ni xato qilsam men xato emas deb turaverardim. Ustoz o'qirdilar, ismini aytmasdilar. 40 tadan 25 ta dedilar, o'sha men deya olmaganman. Ya'ni o'zimni xatolarimni qabul qila olmaganman. O'sha paytda eng birinchi bo'lgan hissiyot mana shunaqa. Ya'ni uyalganman. Qiyinchiligi menimcha shundan bo'lgan, chunki odam o'zini xatolari bilan qabul qilish kerak va o'shani ustida ishlasagina o'sish bo'ladi. Birinchi qiyinchiligim shu bo'lgan. Ikkinchisi, meni guruhda sal kichkinaroq qolganlardan. Qolganlar nimanidir aytsam, nimanidir o'rgatinglar desam, yosh bola ko'rishardi. O'qituvchimdan boshqasiga gapira olmasdim-da, qolganlar sal kulganga qilishardi ustimda. Kichkina edim. Ular bilan sal qiyinchiliklar bo'lgan, lekin keyin kelishib ketdik hammaligi bilan. Darajamni o'stirdim. Ular bilan yaxshi gaplashib, ularni ko'ziga ishlab, "Chaqnazam zo'r ekan" degan narsani ko'rilishlari uchun. Bu birinchi qiyinchiliklarim bo'ldi. Uni yechdim, ustozim yordam berdilar buning uchun. Ikkinchi qiyinchiliklarim xuddi siz aytgandek lug'atlarni eslab qolishda bo'ldi. Qanday lug'atlarni eslab qolardim, ammo ba'zi bir harflar almashib ketib qolardi onalar. Shunday qiynalardim shunda. Keyin ustozim zo'r usul aytdilar. Xayolingizda xuddi map yarating dedilar. Map yaratib ketingki, o'sha yo'l-yo'lakka harflar qo'yib keting dedilar. Bir-biriga bog'lab keting dedilar. Shunaqa qilib o'rgandim. Juda ham oson usullangan. Hozirgi kunda ham nafaqat so'z yodlashda, balki qaysi bir rejam bo'ladimi yoki to'g'ri aytaman, ismlarda ham qiynalib qolaman ba'zi. O'shalarni ham xuddi shu usulda eslab qolaman. Qiyinchilik tug'dirmaydi menga. Yana bir qancha qiyinchiliklar albatta yo'lda bo'lgan, boshqa qiyinchiliklar bo'lgan, ammo ular bu sentrga kelishim uchun qiyinchilik emas. Maktab o'quv darsliklari bilan birgalikda kurs darslarini olib ketish vaqtni manage qilish qanchalik oson bo'lgan siz uchun? Ya'ni bu ham qiyinchilik bo'lganmi siz uchun yoki qanaqadir yordam olganmisiz oila tomonidan? Kimdir yordam berganmi vaqtni tejashda? Yo'q, to'g'risini aytsam, shu ingliz tiliga boshqa paytda o'zim ham dars o'tardim. Matematikadan ham dars o'tardim, ham maktabga borardim. Men 6 yil davomida matematikadan olimpiadaga chiqqanman. Olimpiadaga alohida tayyorlanardim. Unga ham vaqtim bo'lgan. Eng qizig'i, dars o'tib bo'lganimdan keyin orada adashmasam 15 minut vaqtim bo'lardi, obed qilganman. O'shanda ham yo'lda nimadir olib ketardim, chopardim, sentrga chopardim. Darsga yetib kelganimdan keyin darsga yo'l-yo'lakka avtobusda bo'lardim, taksida borardim, darsga yetib o'shanda obed qilardim. Ya'ni shu darajada xohishim kuchli bo'lganki, time manage qilishga hojat qolmaganda, tushunasizmi? Hamma narsaga uspet qilishimga ishonganman-da, harakat qilganman. Hamma narsaga uspet qilsa bo'ladi, ulg'ursa bo'ladi haqiqatan. Ertalab obedgacha darsda bo'lardim, obeddan keyin dars o'tardim, kechga o'zim darsga borardim. Ustozim dars o'tishimni bilmagandilar ustoz. Keyin eshitib qolganlar dars o'tishimni. Keyin bilsalar o'zlarini jiyanlari bor ekan. Menga aytib qolgan jiyanlari bor. Voy, men ustozim sizga keladimi deb qo'yganlar. Ustozim ham keyin bilib qolganlar. Men dars o'tishimni o'shandan keyin aytganlar-da, odam haqiqatan hamma narsaga qodir. Juda ham ko'p narsaga qodir. Men faqat dars o'taman, darsga bormayman. O'zim ham qiynalaman manage qilishda, lekin bu kichkina qizcha hammasini qila oladi deb gapirganlar. Menimcha o'sha paytda management qilishga hojatim bo'lmagan. Xohishim kuchli bo'lgani uchun. Mavzudan tashqari savol, shu vaqtni tejashda, vaqtni manage qilishda
odam o'ziga bo'lgan ishonchni, ya'ni niyatlari, maqsadlari tomon yo'nalishida o'ziga bo'lgan ishonchni qayerdan olgan? Ya'ni sizni otangizmi, onangizmi, "Sen qila olasan qizim" deb aytganlarmi? Nima sizni shunchalik darajada yosh qiz bo'lishiga qaramasdan ham dars o'tgansiz, ham darsga borgansiz, ham maktabni, olimpiadalarni eplagansiz. Shu o'sha darajadagi Shahnozani kim tarbiyalayotgandi? Balki har kimni hayotidagi idoli har kim bo'lishi mumkin. Masalan, kimnikidir ustozi, kimnikidir, balki sentrdagi ustozingiz, balki kimnidir ota-onasi, akasi. O'sha idolingiz kim bo'lgan? Kim sizni yo'naltirgan? To'g'risini aytsam, menga qila olasan emas, hech kim qila olmaysan demasdi. Desa ham eshitmasdim. Chunki shunday narsalar bo'ladi, bola qachonki qila olmaysan desangiz o'sha ishni qilmaydi, qila olmaydi. Istasa ham qila olmaydi. Lekin hech kim unga qila olmaysan demasin, uni qo'lidan nima kelishini ko'rasiz. Men uydagilarim qila olasan demasdilar. Dadajonimdan birinchi aydirim hisoblanadilar. Chunki dadajonim menga o'xshab bir vaqt o'zida o'sha kichkinaligida, ular juda ham yosh bo'lganlar, 10 yoshligida dadam oilaviy vaziyatlarga kelib chiqqan holatda xuddi mendek ham o'qib ham ishlashlariga to'g'ri kelgan. Meni oilaviy vaziyatim juda yaxshi edi. Shunchaki men juda ham bolalarni, ular bilan shug'ullanishni, dars o'tishni yaxshi ko'rardim. Dadajonim ko'proq o'zlari haqida aytib berardilar. Shunaqa bo'lgan deb ko'p aytib berardilar. Nima qilsang ham, hamma qilgan ishni sen qila olasan, lekin faqat sen yaxshiroq qilasan dedilar. Hozirgacha shunaqa deydilar. Shunaqa motivatsiya bo'lgan. Ertaga kelajakda mana shularga erishganimdan keyin otajonim, onajonimni, yaqinlarimni, ular bilan faxrlanib turgan ko'zlarini, shunaqa xayollar meni qo'ymaganda, hozirgi kungacha kelishga, hozirgi kungacha o'sha paytda harakat qilishimga ham sabab bo'lgan. Men o'zim tasavvur qilganman, chet elda yurganlarimni, boshqalar bilan ingliz tilida chiroyli gaplashganimni, ustozlarim meni ingliz tilini maqtashganini har safar tasavvur qilardim, harakat qilardim. Ming shukrlar bo'lsin, hozir birma-bir orzularim, niyatlarim hammasi amalga oshib kelmoqda. Shu Result LC o'quv markazini hozirgi kunda, balki o'sha vaqtda, hozirgi kunda yoki qandaydir kamchiliklar bo'lsa va ularga yechimingiz bo'lsa, o'shalar haqida gapirishingizni so'rardim. Ya'ni yanada ommalashish uchun yoshlar, ya'ni O'zbekiston bo'yicha keng miqyosga chiqishi uchun, balki xalqaro miqyosga chiqishi uchun unga qanday takliflar bergan bo'lardingiz shu sentringiz rivojlanishi uchun? To'g'risi, ularni kamchiliklari ko'p ko'zimga ko'rinmagan. Qachonki bitirganimdan keyin ikkita kamchilik keyin esimga tushgan. Ular ham kamchilik emas. Albatta to'g'rilasa bo'ladigan, to'g'irlansa hammaga manfaatli bo'ladigan narsalardan biri. Aynan ularda xonalar soni sal kamlik qilardi. Biz borganimizda bizdan oldingi o'qituvchini xonasini olardik, sal ko'p kutib qolardi. Ya'ni u yerda bo'lgan xonalar kamlik hisobiga bizdan darsimiz sal surilib qolardi, kechikib qolardi, 15-20 minut kech boshlab qolardi. Ammo kechasi tugagani uchun darslarimiz qo'shib o'ta olmasdik o'shalar. Qancha ko'p dars o'tsak bizga shuncha yaxshi edi. Shunchaki vaqtimiz sal ketib qolardi, kutib qolardik. Shuning uchun xonalarni ko'paytirish juda yaxshi bo'lardi. Aynan o'qituvchilar uchun alohida bitta xonalar bo'ladimi yoki va men xonani tuzilishlarini ham aytgan bo'lardim. Biz kiradigan xonamiz juda ham zo'r xona edi. Ular unik uchinchilar, motivatsion so'zlar, ana bu mashhur odamlarni rasmlari bilan to'laydi. Lekin alohida kutubxonasi yo'q. Men kutubxona hamma joyda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Aynan mana shu sentrda kutubxonalar bo'lsa, borib o'tirib shug'ullanadigan. Biz borardik, dars qiladigan joyimiz bor, albatta, lekin ko'p studentlar bo'ladi, ko'p talabalar, bizdan tashqari maktab o'quvchilari bor edi. Sal qiyin bo'lardi joy topish, o'sha dars qilishimiz uchun. Dars qilish joylarini alohida kutubxona uchun mana tinch xonalarni qilishsa, ko'proq ko'paytirishsa, umuman qilib olganda joyini sal kengaytirishsa, juda ham yaxshi bo'lardi. IELTS o'rganish jarayonida kerak bo'ladigan o'quv materiallari, ya'ni artikellar, boshqa narsalar kim tomonidan ta'minlangan? Ya'ni o'quvchilarning o'zi ta'minlaganmi, o'zini yoki center printer qo'yib qanaqadir opportunity berganmi bu? Bizda sentrimizda alohida bitta xona bo'lardi. Faqat print out qilamiz hamma narsalarni. Bular beradigan artikellar bo'ladimi, kitoblar bo'ladimi, hammaligini so'zimiz o'zi so'rardilar. Tekshirimiz yetardilar. Kimdadir printer bormi uyida? Ya'ni ehtiyoji bormi meni chiqarib berishimga yoki yo'qmi? Bilib olay dedilar. Hech qaysimizda yo'q edi printer. Menda bo'lsa ham ishlatim kelmasdi.
Chunki ustozim o'zi chiroyli qilib alohida obloshkachilarga taxlab beradilar kitobni. Juda ham yaxshi ko'rardim. Yana ustozim odatlari bor edi, qiziqarli bo'lsin ko'rganda просто kitobni ko'rmasin-da, sal emotsiyasi bo'lsin deb stikerlar yopishtirib berardi. Shularni yaxshi ko'rardim. Ustozimiz o'zi shu yerda chiqarib berardilar. Aynan sentrda bitta xona bor edi shunaqa. Rahmat. Aynan shu Result o'quv markazini olib qaralganda hozirgi kunda Cambridge, Everest, boshqa o'quv markazlari bor. Ular orasida qanday qilib stand out qiladi? Ya'ni uni unique selling point nima? Ular to'g'risini aytadigan bo'lsam, boshqa sentrlarga borib ko'rmaganman. Qiziqishni ham qoldirishmagan menga. Ular meni hamma niyatlarimni qondirishga desam bo'ladi. Menimcha ular shunchaki dars sotmaydi. Resultat sizga shunchaki dars sotmaydi. Ular sizga ingliz tili olamining butunligicha o'rgatadi. U yo'l mana misol uchun bir so'zni 2-3 xil joyda har xil aytiladi. Har bir joyda har xil aytiladi. Siz bo'lsangiz boshqa akademiyalarga boradigan bo'lsangiz, men shunchaki praktika uchun borgandim, boshqa akademiyaga, Cambridge'ga borgandim, sentrga. Ularda faqat ingliz tilini o'rganasizda. Tushundingizmi? Environmentni o'rgana olmaysiz. Ularning odamlari qanaqa bo'ladi, ular niyasi qanaqa, mindseti qanaqa o'ylaydi. Biz ko'rgan oq-qorani ular boshqacha ko'rinishda ko'ra olishadi, tushundingizmi? Aynan o'sha narsalar biz shunchaki to'yda turgan gulimizni boshqacha ko'ramiz, ular boshqacha ko'radi. Biz uchun qandaydir boshqacha qarashlarni ham o'rgatgan desam bo'ladi. Biz shunchaki o'qimasdik u yoqda, o'zimiz ustimizda ishlardik alohida, nafaqat tilda, balki psixologik jihatdan ham o'zimiz gapirishimiz ustidan juda ham yaxshi ishlardik desam bo'ladi. Aynan akademiya boshqa Cambridge universitetlariga aynan ochilgan sentrlarga borganimda ko'proq bolalar faqat qoidalar orqali o'rganishni ko'rardim. Ulardan so'rardim. Shu kitobni ko'rganmisan? Bizda ustozimiz shunaqa odatlar borda, yakshanba kunlari kino qo'yib beradilar. Aynan ingliz tilida. Kinoni ichida ular frazalar ishlatishadi. Aynan ana shu frazalarni joyida o'rganib ketardik. Frazalarni qisqartiribroq aytadi, ko'pligi. O'shani o'rganib olardik joyida. Ulardan so'rasam bunaqa narsalar. Ular majburligidan kelayotganga o'xshaydi, to'g'risini aytsam. Bizda naborot borgimiz kelardi, ustoz har kun qiling darsda iltimos qilardi. Voy, mana boshqa guruhim ham borda, ular ham shunaqa qilishyapti. Qo'shib yuboring desa, voy, mana shuncha bola qanday deb kulardi dedi. Men bittaman dedilar. Haqiqatdan narsalar juda ham zo'r edi. Shuning uchun aytaman, boshqalarga qaraganda menimcha ular to'laligicha ingliz environmentini yaratgani uchun farqli qiladi, qolgan sentrlardan ustunroq, balki raqobatbardoshroq bo'la oladi. Sizni nafaqat bizning markazni tanlashga, balki boshqalarga ham tavsiya qilishga nima majbur qiladi? Shuncha sabablar bor-da. To'xtang. Yana bir xil narsalarni qaytarmaslik uchun kesalikda shu yerda. Aynan nima deysiz? To'xtab. Sal to'xtab keyin gapir. Nima deysiz? Kesish uchun. Demak, siz shuncha erishganlaringizga qaraganda, aynan shu markazni do'stlaringizga, oila a'zolaringizga va yaqin tanishlaringizga tavsiya qila oladigan darajada qoniqdingiz, to'g'rimi? Albatta. Natijangiz sir bo'lmasa aytib o'tsangiz. IELTS natijangiz. To'g'risini aytsam, ingliz tiliga borganimga 1 yil ham bo'lmagan. 1 yil ham o'qimaganman. IELTSga 1 oy tayyorlanganman. IELTS ming shukr. Bu yerda 7 chiqdi. Yaqinda Janubiy Koreyaga borib keldim. Ularda 2 imtihon bo'ladi. Bu yerda 8 chiqdi. Asosda o'sib bormoqda, shukr. Hali ham ustozlarim o'rgatgan yo'lda, hali ham ular ko'rsatgan yo'lda o'zim ustida ishlamoqdaman. Ular o'rgatgan kitoblarini, tavsiya qilgan kitoblar shunchalik ko'pki, hali ham o'qiyman. Hali ham o'qiganim sari mazza qilaman. Podkastlarni eshitaman. O'zim ustida ishlashim uchun nafaqat bir kichkina periodli, balki 20 yillik rejalarni berishdi o'zim ustida ishlashim uchun. Shuning uchun men ulardan minnatdor bo'laman har safar. Demak, o'quv markazini tark etganingizga bir necha yillar bo'lishiga qaramasdan, sizni ular bilan hali ham networkingiz, aloqangiz bor. Hali ham gaplashib, maslahatlashib, albatta, keyingi rejalar haqida. Albatta. Bu ham katta plus deb o'ylayman. Albatta, juda ham ko'p foyda beradi. Chunki ko'p yangiliklar bo'ladi. Aynan tilda kirib kelgan bir qancha frazalar bo'ladi. Hali ham yangilamoqda, qizig'i.
ba'zan chet ellik ustozlarimiz juda ham ko'p universitetda o'zingizdan bilasiz. Ular bilan gaplashaman, tushunmay qolaman ikkita gaplarga to'g'risi. Hayotsim shuncha yaxshi bo'lsa, siz shu joyini tushunmayapman-da deyman, so'rayman o'zlaridan. Shahnoza ularni shunaqa aytishadi, bu so'zni shunaqa yo'lda aytishadi. Ba'zi bir payti ularni aksentlar juda ham qiynaydi. Hindistonlik, pokistonlik ustozlarimiz bor, o'zingiz bilasiz. Sal qiynaydi, o'sha tarafdan sal qiynaydi. Men aytaman, ustoz, nima deysiz shu? Qancha tarafdan o'rganaymikin, endi hind tiliga o'qish olaymikin deb kulaman-da. Har safar ulardan so'rab turgan narsalarim shu, o'zimni hayotimda qandaydir menga nafaqat bilim jihatdan, balki dunyo qarashimni, misol uchun biznes jihatdan ham menga bilimlar bera oladigan ingliz tilida eng yaxshi kitoblarni ayting deyman. Ustozimning o'zlari nafaqat ustozlik qiladilar, balki o'zlarining qo'shimcha bizneslari ham bor. Shuning uchun ulardan ko'proq shunaqa saytlarni olaman. Har doim aloqada bo'lamiz. Har safar men ularni tug'ilgan kunlarini esdan chiqarsam ham ular eslaridan chiqarmaydilar. Aha, tushunarli. Rahmat katta Shahzoda. Sen bilmasdan. Rahmat katta Shahnozaxon, e'tiboringiz va ajratgan vaqtingiz uchun. Bizga bergan ma'lumotlaringiz juda ham foydali bo'ldi. Tashakkur. Rahmat katta sizga ham. Kuningiz xayrli o'tsin. Sizga ham.